Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Andijonlik klientimizga armatura bukadigan stanogimiz bilan sim tekislab kesib beradigan kompyuterli apparatimiz dastavka qilib berilyapti. Kimga shunaqa stanoglarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, GV50 lik armatura bukadiganimiz. Hop, 40 likgacha bo'lgan armaturani bemalol bukadi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Jami vazni 360 kg bo'ladi. GV50 lik. 380 volt tokda ishlaydi. Komplektda o'z nasatkalari bor. Endi sim kesib tekislagan stanogimiz 7,5 kW 380 voltga ishlagan motor bo'ladi. O'zi kesib beradi, o'zi tekislab beradi. Kimga kerak bo'lsa, apparatlarimiz optim narxlarda dastavka xizmatlari mavjud. O'zini mana kompyuter sxemasi, apparatni o'zi. Buni nasatkalari ham ichiga solib qo'yilgan komplekt holatda. Bu ham kompyuterli modelda. Xolasalang ruchniy, xolasalang kompyuterli, xolasalang pedalda ishlasalaring ham bo'ladi. O'zini garantiya qog'ozlari bilan 6 oyga garantiyalar bilan beriladi. Kimga shunaqa stanoglarimiz kerak bo'lsa, bemalol kelib do'konimizdan xarid qilaverasizlar. Undan tashqari GV40 modeli, GV45 modeli, sim bukadigan apparatlarimiz, ruchnoy modellar, armatura kesadigan stanoglarimiz hammasidan mavjud. Kimga kerak bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Armaturani dumaloq qilib beradigan stanoglarimizdan ham yetib keldi. Bemalol aloqaga chiqib xarid qilishlaringiz mumkin. Manzilimiz Qo'qon shahar, Navoiy massiv, Malina svetoforida yonginasida joylashgan qurilish texnikalari va svarka apparatlar do'koni bo'ladi.